U millionlar uchun kuyladi, muhim rollarni ijro etdi va hatto xalq muhabbati sabab boshqa davlat fuqaroligini ham oldi. Natalya Arera shunchaki aktrisa emas, u hali ham unutilmagan haqiqiy 2000-yillar timsoli. Birinchi fakt: Natalya Arera Urugvayda tug'ilgan, ammo uning shuhrati Lotin Amerikasidan ancha uzoqlarga tarqalgan. Rossiyada Natalya Arera Wild Angel serialidagi Milagros roli orqali haqiqiy xalq sevimlisiga aylandi. Ikkinchi fakt: 2012-yilda Natalya Rossiya fuqaroligini olish uchun hujjat topshirib, 2021-yilda esa uni rasman oldi. Aktrisa Rossiyani o'zining ikkinchi vatani deb hisoblashini tan olgan. Uchinchi fakt: aktrisalik faoliyatidan tashqari Natalya muvaffaqiyatli qo'shiqchi hamdir. Uning albomlari millionlab nusxada sotilgan. Hit qo'shiqlari esa Argentinadan Moskvagacha radiolarda yangragan. To'rtinchi fakt: Natalya xayriya va ekologik loyihalarda faol qatnashadi. U UNICEF bilan hamkorlik qiladi hamda Lotin Amerikasidagi ayollar va bolalarni qo'llab-quvvatlash uchun kurashadi. Beshinchi fakt: Natalya Arera bir nechta tillarda, jumladan ispan, ingliz va rus tillarida gaplasha olishi bilan mashhur. Bu esa uning turli mamlakatlardagi mashhurligini yanada oshirdi. Natalya Arera mehribonlik, iste'dod va samimiyat timsoli. Yana boshqa yulduzlar tarixi haqida bilishni xohlaysizmi? Unday bo'lsa, yurakchani qizartirib, obuna bo'lishni unutmang.